Assalomu alaykum aziz bizni kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimizni ham mana xudo xolasa boshlash arafasidamiz. Shu ko'rib turgan joylarga xo'p, sizlarga birinchi tushuntirish bersam, bu tog'ning cho'qqisidagi dacha usta bu yoq. Paspishlarga salom. Kitob tumani Perevalning cho'qqisi. Mana shu yerda dachaga kelganmiz. Yangi qurilayotgan dacha. Shu ko'rayotgan joylarga bitta dekorativniy isinish uchun kamin pechka qurib beramiz. Shu burchakdan ikkita qozon joylashadi. Yonida рабочий stol, moyka и mangal bo'ladi. Xudo xolasa boshlaymiz. Mana ishlarimizni ham boshlab oldik. Shu ko'rayotgan joylarga bitta 30 litrli qozon, bitta 80 talik mangal, 16 talik kichkina qozon. Bu yoq рабочий stol, moyka bo'ladi. Bu tarafiga kaminni pech qilib yasab beramiz. Shunaqa bir tog' tepasidamiz. İşlerimiz davom etyapti. Mangalda ham xohlasa mo'ri qismlari qoldi. Shu mo'risini urib olsak, fasadniy qismlari tugaydi. Keyin tepasiga miramir toshlardan bosamiz. Pechkamizni ham taylarini chiqarib oldik. İşler davom etyapti. Bu yoq manzara mana shunaqa mana. Havo sovuqroq, shaqillatib, o'tlarni yoqib, ish qilyapmiz. Chotki yonyapti. Kaminni pech deydi buni. Navbatdagi ishlarimizni ham tugatib oldik. Shunaqa qilib toshlardan xonani isitish uchun kaminni pech qurdik. Yonishini qarang. Xo'p, bu taraflarimiz shashlichni mangal bo'ldi. Ikki yoniga ikkita qozon o'rnatdik. Рабочий stol, moyka. O'tlarni ham yoqib qo'yganmiz. Xohlasa mana gullab yonyapti o'tlar. Bunisini ham ko'rishinglar mumkin. Baho berasizlar mana. Облицовочный g'ishtlardan urib, chiroyli qilib ichiga agnoporni urmadik. Shunaqa qilib chiroyli qilib agnoporni kraskalab qo'ydik.